Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbek xalqi uchun Hayit bayramiga bayram tuhfasi beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekiston Respublikasida Ramazon hayiti va Navro'z munosabati bilan 5 kunlik ish haftasida ishlovchilar 4 kun dam oladi. 6 kunlik ish haftasida ishlovchilar 3 kun dam oladi. Turkiy Davlatlar Tashkilotiga a'zo mamlakatlar musulmon diniy idoralari rahbarlari kengashi huzuridagi Fatvo qo'mitasi qaroriga ko'ra 2026-yilda Ramazon oyining 1-kuni 19-fevral, Ramazon hayiti esa 20-mart juma kuniga to'g'ri keladi. Taqvim bo'yicha dam olish kunlari 5 kunlik ish haftasidagilar uchun 20-mart juma Ramazon hayiti, 21-mart shanba Navro'z bayrami, 22-mart yakshanba dam olish kuni, 23-mart dushanba ko'chirilgan dam olish kuni, 24-mart seshanba ish kuni hisoblanadi. 6 kunlik ish haftasidagilar uchun 20-mart juma Ramazon hayiti, 21-mart shanba Navro'z bayrami, 22-mart yakshanba dam olish kuni, 23-mart dushanba ish kuni hisoblanadi, deyiladi xabarda.